Xorazm viloyatiga, Bog'ot tumaniga keldik. Qudrat akamlarni tegirmonlarini ko'rgani. Mana shu yoqda kamchiligi bor. Samodelni ishlatmaslik kerak bunaqa. Yaxshi tozalamaydi. Shu uchun uni yaxshi chiqarmaydi. O'tizlik tegirmonlari. Biz mikrofonlarni joyiga keltirdik. Xudo xolasa sifatini o'zlari ko'rdilar. O'zgarish yaxshi. Shu tozalash sistemasini agar zavодской qilib olsalar, uni sifati yana 50% o'zgaradi. Oldingi kepak, uni o'ziga, mana hozirgi kepak. Bilyaptimi? Mana bu unlari. Endi materiali o'zi qizil. Ancha yaxshi. O'zlari keyin guruhga bitta fikrlarini bildiradilar.